Bismillahirrahmanirrahim. Ders al-ashrun. 20 ders. Arkadaşlar dersini başlashdan ilgari dersdagi muhim grammatikalarni bir eslab o'taylik. Endi 20 dersimizdagi muhim grammatika bar deyilsa 19 dersdagi grammatikaninki ayollik shakli deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni 19 dersda biz kam to'g'riliq so'zlagan, ya'ni kamdan keyin kelgan to'ldiruvchisi birlik zivar o'qilib tildiganlik to'g'riliq so'zlagan. Endi bu kamdan keyin kelgan tamyizning erlik ayollikda cho'ng farqi yo'q. Shuning bu to'g'risida qayta so'zlab o'ltamaymiz. Ya'ni erlik ayollik o'xshash. Bugungi darsda asosliqi kamdan keyin kelgan söz tamyiz birlik zar o'qiladi. Bu birinchi nuqta. Ikkinchi nuqta 3 dan tortib 10 gacha bo'lgan sonlar. 3 dan tortib 10 gacha bo'lgan sonlarningki sanalg'uchisi ayollik kelgan vaqtida. Ayollik kelgan vaqtida shakl jihatda erlik, nima, ko'plik sir o'qilib keldi. Ani sonning o'zi erlik holati, ya'ni ta'siz bo'lib keldi. Masalan, 3 qiz o'qish desak, salasu talibatin. 3 dan keyin kelgan sanalg'uchi bo'lgan talibat ko'plik sir o'qilib keldi. 3 talibat qiz o'g'achqa, qiz ayollik o'g'achqa son erlik, ya'ni ta'siz shaklda salasa deb keldi. Mushu nuqtani asli sakin 19 darsda kelgan qoidani ayollikqa bo'ysundu saqla, bu tarafda bizga qiyin tuyulib ketmaydi. Dars boshlashdan ilgari so'zliklarni bir o'rganib olaylik. الكلمات الجديدة المجلة مجلات إندونيسيا الحرف حروف الكلمة كلمات المجلة جورنال مجلات كبسكي إندونيسيا الحرف حرف ديجمانه حروف bunun köplüğü الكلمة söz kelimat bunun köplüğü sözlükni ödeşip bo'lgandan keyin diyalog kelsak bo'ladi. الدرس العشرون يا سلمى في فصلك طالبات من الصين واليابان؟ نعم في فصلنا 5 طالبات من الصين و4 طالبات من اليابان و8 طالبات من إندونيسيا وفي فصلنا 3 طالبات من الهند و6 طالبات من الفلبين و7 طالبات من الكويت. كم أختا لك يا ليلى؟ لي 3 أخوات. وكم أخا لك؟ لي 5 إخوة. لك 3 أخوات و5 إخوة؟ نعم. وكم أخا وأختا لك؟ لي 4 إخوة و4 أخوات. لي زميلة اسمها خديجة لها 8 إخوة و8 أخوات. Salma, sınıfınızda Cungu ve Yaponiyadan kız okuvchilar bormi? Fi faslika talibat, fi faslik oldiga kelsa bor, yo'q deb tarjima qildik. Bu to'g'rida bir so'zlab bo'lgan. Sınıfınızda Cungu ve Yaponiyadan kız okuvchilar bormi? Naam. Fi faslina 5 talibat min as-Sin ve 4 talibat min al-Yaban ve 8 talibat min Indonesiya. Bizning sınıfımızda Cungudan 5 kız o'quvchi, Yaponiyadan 4 qiz o'quvchi, Indoneziyadan 8 qiz o'quvchi bor. Va fi faslina 3 talibat min al-Hind va 6 talibat min al-Filippin va 7 talibat min al-Kuvayt. Bizning sinfimizda Hindistondan 3 qiz o'quvchi, Filippindan 6 qiz o'quvchi, Kuvaytdan 7 qiz o'quvchi bor. Endi mushu yuqoridagi jumlalarni tahlil qilsak, oldidagi jumladagi 5 talibat, 4 talibat, 8 talibat majmuldagi 3 talibat, 7 talibat degan so'zlarni o'ylab baqsak, 3 dan tortib 10 gacha bo'lgan sonlarda ayollik. Sanalg'uchi ko'plik zir holatda kelaverdi erga o'xshashlar. Ammo sonning o'ziga kelsak, sanalg'uchi ayollik bo'lsa, sonlar erlik, ya'ni ta'sislik qiladi. Masalan, 5, 4, 8
sittu, sab'u degandek. Agar mushu o'rindagi talibat tullab bo'lib qolgan bo'lsa, dal aksicha xamsuning o'rniga xamsatu, arba'atu, samaniyatu, salasatu, sittatu, sab'atu kelgan bo'ladi. Kam uxtan laka ya Layla, sizning qancha qiz qarindishingiz bor? Uxtan kamdan keyin birlik zar holati keldi. Li salasu akhwat. Mening 3 qiz bir tuqqanim bor. Va kam akhan lak. Sizning qancha o'g'il bir tuqqaningiz bor? Li khamsatu ikhwa. Mening 5 o'g'il bir tuqqanim bor. Mana shu jumla qarab baqsaq, salasu akhwat. Akhwat ayollik qo'g'achqa salas erlik shaklda keldi. Lekin khamsatu ikhwa erlik qo'g'achqa khamsatu deb ta'vilan ayollik shaklda keldi. Laka salasu akhwat va khamsatu ikhwa. Sizning 3 qiz bir tuqqaningiz, 5 o'g'il bir tuqqaningiz bormi? Naam. Va kam akhan lak va ukhtan lak shundoq. Sizning qancha o'g'il va qancha qiz bir tuqqaningiz bor? Men o'rinda ayollikqa salasu akhwat salasu keldi. Erlikka khamsatu deb ta'vilan ifodalandi. Ana kam akhan va ukhtan lak degan jumlaga qarasak, kamdan keyin kelgan so'zning er ayollik qilishi farqlanmaydi. Mayli er olsin, ayollik olsin, birlik zavar holatda kelaveradi. Li arba'atu ikhwa va arba'u akhwat. Mening 4 o'g'il bir tuqqan va 4 qiz bir tuqqanim bor. Mana bu jumlada erlikka arba'atu ta'vilan, ayollikqa arba'u ta'siz holatda ifodalandi. Li zamilatun ismuha Khadija. Mening bir saboqdishim bo'lib, ismi Khadija. Laha 8 ikhwa va 8 akhwat. Uning 8 o'g'il, 8 qiz bir tuqqani bor. Mana bu jumladami erlikka 8 deb ta'vilan, ayollikqa 8 deb yovlan kelyotdi. Tekis tushunishib bo'lgan bo'lsa, ko'nikmalarni bir qor deb o'tib ketaylik. Tamarin. التمرين الأول birinchi ko'nikma iqro maktub o'qib yozing. Birinchi ko'nikmada bizning talab qildig'ini 3 dan tortib 10gacha bo'lgan sonlardagi ayol sanalg'uchi ayollik bo'lib qolsa, sonlar ta'sini erlik holatda keladi. Masalan, salas talibat, arba'u talibat, khams talibat, sitt talibat, 10 talibatgacha. Sanalg'uchining masalasiga kelsak, erlik bilan o'xshashlar ko'plik sir holatda keladi. İkinci ko'nikma iqro maktub o'qing. Tuvandagi jumlalarni o'qiysizlar. O'qish jarayonida 3dan tortib 10gacha bo'lgan sonlardan keyin kelgan ismlarning er ayolligiga qarab turib, sonlarning er ayollik kelish shakllariga diqqat qilsanglar bo'ladi. Masalan, fi baytina thalathu ghuraf. Bizning uyimizda 3 yotoq bor desa, salas keyin ghurafin deb ghurfahni ko'plik sir shaklda keldi. Bu bir. Ikkinchisi ghurfa ayollik o'g'achqa salasu deb erlik shaklda keldi. Bu nuqtaga diqqat qilsak bo'ladi. Tövəndəki suallara, 3-cü ko'nikma tövəndəki suallara tırnaqның içindəki sözlənən sallarını işlətib cavab verin. Məsələn, birinci sualda kam axanlak sizdən qancha o'g'il bir tuqqaningiz bor desa, tırnaqda 6 var ekan, shunaqo hamda 6 deganni o'sha ahd deganga moslashtirib javob beralsak bo'ladi. Javob berishning dastlabda biz bar degan deyish uchun lini avval qilamiz. Li undan keyin 6 ni eklaymiz. Ahd degan erlik o'g'achqa 6 ni qanday shakli, ayollik shakli qiladi. Ya'ni sittatu ahninki ko'plik shakli ikhwatin 6dan keyin ko'pliklar zira qildig'i 3dan tortib 10gacha ikhwatin degan shaklda javob beradi. Ya'ni li sittatu ikhwatin qolganlarga mana shunday javob bersak bo'ladi. 4-chi mashq. Iqro'il jumalil atiya jumal al-atiya waktubha ma'a kitabat al-a'dad al-warida fiha bil huruf. Tundagi jumlani o'qing va uningda kelgan sonlarni harf bilan yozing. Demak, cho'g'ini to'g'ri talaffuz qila olamsiz, qila olmaysiz demak. Masalan, birinchisida li deb 4 ni kelib, ikhwa va 3 ni kelib, akhwat deb to'g'ri. Bu yerdagi 4 va 3 deganni to'g'ri o'qiy olishingiz kerak. Ya'ni ikhwa erlik o'g'achqa cho'qim oldidagi ayollik, ya'ni ta'vilangan ondaganda li arba'atu ikhwa. Akhwat ayollik o'g'achqa cho'qim oldidagi 3 erlik shaklda, ya'ni falasu akhwat degan shaklda o'qiladi. Va qolganlarini mushu bo'yicha o'qisanglar bo'ladi. 5-ci məşq. Uktub al-a'dad min 3 ila 10 waj'al kull min al-kalimat al-atiyah ma'dudan lah. 3dan tortib 10gacha bo'lgan sonlarni yozing va tuvandagi so'zlarning har birini shuning sanalg'uchi qilindigini har bir so'zni 3dan tortib 10gacha bo'lgan songacha qo'shib o'qib chiqing. Masalan, sayyara desa, 3 sayyara, 4 sayyara, 5 sayyara degandek. O'qit desa, 3 akhwat,
4 akhawat, 5 akhawat degandek sanab chiqsaq bo'ladi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.